Hurmatli kuzatuvchilarimiz, lyuks avto haqiqiy sifatni qadrlaydigan mijozlarimiz uchun Toyota Land Cruiser Prado'larimizdan assortimentlarimizni ko'paytirib qo'ydik. Bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa, navbatdagi sotuvga qo'yib beradigan Prado'larimizdan biri mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Toyota Land Cruiser Prado 207 lik motor, 150 lik, kraskalar 100% toza, beli jemchiq rangda, eng full 207 likni ko'rishlaringiz mumkin. Mashinamiz bor yo'q 28 ming kilometr yurgan, 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan. Polni full обдув, обогрев, светной monitorli tablolar, заводской ko'rishlaringiz mumkin. Salon qismlarini молочный salonda mashinamiz. Salonlar ham idealnidir, paketali. Yine salon qismlaridan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Lyuks avtoda mashinamizni sizlarga narxini 70 ming dollarga qo'yib beramiz. Bemalol kelib, ko'rib, savdolashib xarid qilishlaringiz mumkin. Navbatdagi sotuvga qo'yib beradigan Prado'miz 2019-yilda ishlab chiqarilgan qora rangli eng fulli bu mashinamiz ham. Kraskalar 100% toza, hech yerda ko'ngilni xira qiladigan joylari yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin. Korishning salonda, svetnoy tablo. Mashinamizning narxini lyuks avtoda 57 ming dollarga qo'yib beramiz. 60 ming kilometr yurgan eng fulli. Bemalol kelib, ko'rib, tekshirib, savdolashib xarid qilishlaringiz mumkin, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi Prado'larimizni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Bu Prado'miz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, VIN nomerlari 2019 o'tgan, yilning oxirida ishlab chiqarilganligi sababli mashinamizning kuzovi polni broni plyonka bilan qoplangan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, 4 ta paket balonlari bor. Salon qismlari ham top-toza o'tdi. Молочный salonda 67 ming kilometr yurgan. Kraskalar toza, bemalol kelib ko'rib tekshirilgan holda xarid qilishlaringiz mumkin. Bu mashinaning narxini lyuks avtoda 52 ming dollarga qo'yib beramiz. Bemalol kelib mashinamizni sizlar halon to'lov asosida xarid qilishlaringiz mumkin. Navbatdagi Prado'miz Prado 120 bo'ladi. Arzonroq variantlarni qidiradigan mijozlarimiz uchun. Bu mashinamiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari 100% toza. Ko'rishlaringiz mumkin, albatta restyling toza dizaynda, faralar ustanovka bo'lgan, oblisovkalari ko'rishlaringiz mumkin. Salon holatlari ham idealniy turibdi. Mashinamizning narxini lyuks avtoda sizlarga 22 ming dollarga qo'yib beramiz. Bemalol kelib, ko'rib, savdolashib xarid qilishlaringiz mumkin. O'zlaringiz mashinalar o'zbekiston trading asosida hisoblab olamiz. Hammangizni lyuks avtoda kutib qolamiz. Sog' olasizlar, salomat olasizlar.